Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi mijozimiz Nizomiddin akamiz Andijon viloyatidan kelib, bizni Kia Couch avtomobilimizni eng full, ya'ni GT-Line pozitsiyasini xarid qilib oldilar. Tabriklab qolamiz. Nizomiddin aka, xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor yangi avtomobillar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Shodlik Alloh bo'lsin. razı olsun. Rahmat. Qanaqa emotsiyalar, nimaga aynan Couch tanladingiz? Endi bu Couch'da bu minishda bir nima qildik, qiziqdik, havas qildik. Mana hamma salonlarda aylanib ko'rib, shu Olmaliqdagi bizga ma'qul tushib, bonuslari bilan bergani uchun mana chiroyli qilib 3-4 ta bir 5 ta bonuslari bilan berishdi, 5-6 ta bonuslari bilan. Shuning uchun Olmaliqda tanladik. Couch'da 4-pozitsiya fullidan bir mineli berdik. Mashalloh. Qutlug' bo'lsin. Xudoga shukr. Rahmat. Qayerdan keldingiz? Men Andijon viloyati Sharg'on tumanidan keldim. Sharg'onlik. Kattakon rahmat. Bizni tanlaganingiz uchun kattakon rahmat. Andijondan shu tanlab shu yerga kelib olib ketyapman. Sizlarga ham kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, Nizomiddin akam bemalol tabriklab qo'ysanglar bo'ladi.